Shaxtyor komandasi kenchilar deb qo'ysam bo'ladi. Men sizlarga komanda Darger 45+. Komanda kapitanidan beri halb başı olib yurgan. Maqta save desam bo'ladi. Dargerning birinchi so'qqisi yana so'ng save. Yo'ldo'yeva Ravshanga ko'targan. Yaxshi azar Darger komandasi. Shaxtyor Surti komandasi chiqarib jag'dilar buni. Buna qo'rg'onuv mıqti, qo'rg'onuvda men qo'shinam desam bo'ladi. Voy so'ning kirib oluvda qarangizlarchi, so'ng'onuvda. O'ta yaxshi. Darvoza ustunligiga tib. Yeme Darger komandasi buni hozir darvozasiz chiqdi. 5-o'yinchi bo'lib chiqdi. Endi bularga gol kerak, va gol kerak. Sebebi 9 minut vaqt qoldi. 9 minut tengib bo'lsa jengishga yetganga dag'i to'liq 5-o'yinchini chiqarib yaxshi o'yin ko'rsatdi. Biroq bir qator bir gol bo'lib qolishi mumkin. Stialava yo'l bo'lsa 2 to'p qishtib qo'la medalni ishga. Qo'la medalni qo'lgan yo'q al bu yerda. Kapitani Jo'q Ahmedlarga qarshi Shaxtyor Surti komandasining o'yinchilari bari Qo'rg'onga qaytib kelgan. Mana Mirbek Osmonbekov kim bor nuqtashi bu yoqda hozir. Sanalov sekundalardan hozir. Oy молодец! Munasaga 10 sekunda qolganda Darger komandasining maqti o'yinchisi. Wow! Munasaga o'yin, Munasaga! Mıqti o'yinchi Osmonbekov Mirbek Jaynaqov Qanoyga qarshi. Mıqti qo'rg'ovchi o'zingizlar bayqadingizlar. 26 minut o'tdi, mıqti o'yin ko'rsatdi. Gol. 2-1 esa